siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nebjala. Qarindoshlarım bilgan etigan qopsaq hammamiz bilgandek safa koydun yashayotgan, yaxshi faoliyatlar shug'ullanayotgan, o'zining guvohligini berib, har tarafda o'zining imkoni yetishi xizmat qilayotgan inimiz Ehson. Yana bir qarindoshimiz Loqman deydi ekan. Qarindishimni men toza bilib ketmadim. Tibobatchi Loqman emas, yiradagi Loqman emas, chunki qarindoshlarim menga mush qarindoshlarim shu mod deb bir ahvol so'raganligi uchun bularga bir aniqlik berib o'tay dedim. Loqman Karvan deydi ekan, o qarindishimizmi o'zining ishi bilan hech qanday mandaqiliqi. Mush qarindoshlarimizmi, hattoki İstanbulda ko'plagan qarindoshlarimizmi, yana bir qarindishimizning ismi Hamza Ablis. Zeytinburun'daki bu üç kardeşimizni akşam saat 12'den İstanbul vakti, yani bugün ettigen 12'den başlap, seher 12'den başlap bir yerim uç aralıkta tutqun bolğanlığı hemmimizge ma'lum boldu. Bu işler hemmimizin sarasımızı saldı qarindoshlar. Hemmimiz bu qarindoshlarimiz üçün nayti bir azap çektik. Çünkü ballarının aldıda çeqirtishib, ballarının aldıda hiçbir günahsız adamını, hiçbir onda bir şübhelik yok adamını andaç qilishning o'zi nayt ig'ir. Ballarning ruhiy holatiga mo nayt ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Bir qarindishimning 7 balasi bor ekan to'q. Uyda 7 balasi. 7 balasining oldida o'yinda chaqirtishib, vaqirab ballar yig'lab, ovozi teshig'i ketgandan keyin varanchini olab. Anandiki qo'shni qo'limlari chiqib chidiy olmay, "Ey, nima ish qilishyapsa?" deb, hattoki bir dalil sifatliq bir narsami yo'q. Qanday qilamiz bir narsaga imzo attirib beramiz, imzo ettirib keladi degan shaklda ketganligidek ishlar yuz beryapti. Hamda bu tengsizlik tünügün bugün bo'lgan yo'q. Necha yildan buyon bo'layotdi qarindoshlar. Bu nima uchun bo'layotdi? Xo'sh, bizning ba'zi odamlarimiz Daesh degan shaltoqlarning yeniga berib qolgan yeri bor, aloqalashib qolgan yeri bor. Ammo hamma qarindishimiz unda shubihdan, unda bir meynatchilikdan yiroq edi. Nimişki bu iş qaytını ne vardı? Nim için bu töhmet haltısığı biz yol vermez? Bunu kılavatkanlar kim o zade? Bunu da şüpheye gidip birisi çakmasa, oy bir nimiken dislam bir adet gedem çaksa mı işler diken o. Ama doğru bir devlet üzünün menfaatini, üzünün bexaterliğini qoğdaş için her kandak şüpheyini koldan berip etmeydi o. Lekin istig'forat degan bir narsa bor-ku. Istig'forat degan narsa shu shubih bo'lgan narsani aniqlaydi. Endi Turkiya o'zini birinchi darajalik holatda texe jiddiy holatini yo'qotmagan, kasallik ahvoli bilan texe bir davlatlar o'zini oldigan o'xshab bo'lmagan ahvol ostida bunda nima bo'lishi aniq. Lekin bizning shu insanlarımızı kapalet bereleydiğen, şu insanlarımızın küzdüvatkan, şu insanlarımızı her cihetten yerden berivatkan bizden dernek teşkilatlarımız var. Şulardan bir sorap bekiş gerekti. Bizden bir hazırlık gelgiçe her bir qarindishimiz üçün, turma kirib ketgan qarindoshlarimiz üçün oyisi $1000, en az deganda $1000 chiqim qilayotganligini anglatamiz qarindoshlar. Elik bir kod deydigan 97-86 degan bir kodni sep qo'ysa, o qarindoshlarimiz uningdan qutulamay, uning uchun bir muncha haraj, bir muncha pul, bir muncha qazga bo'g'ilib, ashini yo'qitma, uni yo'qotmasam iqomat ololmaydi ekan, o'lanmaydi ekan, bu bo'lanmaydi ekan deb peshonasidan ketmay bichar qarindoshlarimizning bu ishlarga yo'l qo'yayotganligini hammamiz anglab turyapmiz. Buningga bir mandaq o'zimiz bir 5-6 advokatni olsimi yoki kuchli advokatni bir nim qilib, mushundaq ishlarning oldini oladigan bir narsani nimish qurolmaymiz. Nimish buning oldini oladigan bizning maxsus bir advokatlarimiz bo'lmaydi. Şunda nima bo'lamdi hamda yadimda bunda sharoitimiz bek bir nima bo'lamdi. Turkiyada bir advokat tutmay bir ish hali o'g'li bo'lmaydigan bir yakan. Muqimroq menda ishlar bizda qayt sodir bo'layotgan ekan, qayt qilayotgan ekan. Derneklarimiz, qarindoshlarimiz, shu yerdagi qarindoshlarimiz qilyotdi. Qimida emas, men ularga toptan qilganim emas. Miyada qilayotganimiz biz mushudan masalaga nisbatan har qitim dilg'ul bo'lib, har qitim yuragimiz og'rib, har qitim ahu deb tutilib ketgandan keyin vajan vayayda bijmonchi pulni oqidan yugurib yurib hammamiz xajlab
Chiqaralsak chiqaraldık, bo'lmasa 6 ay, 7 ay bir yil yetib ketib, bicharalarning bolalari texa uyda shumshib qilib, bo'yni qisilib qilib turayotgan ishlarga yo'liqib qilyapmiz. Anda ishildimmi, eliqqa ash qarindoshlarimiz yuqtirib qo'ydigan, Daesh bilan bir aloqa qilib qo'ydigan, Daeshning bir uchurmanini atib qildigan ishlardan yiroq tursa qarindoshlarimiz. Ham manda ishlarning sodir bo'lmasligi uchun bir shaklda manda bir kallamizni bir joyga ekilib to'xtabdi. Manda ishlar bo'layotdi. Buning uchun biz bu kuniga bo'lmadi eliqqa. Bugun tuniga bo'lmadi. Yoki buni aytganda to'xtab qoladigan ish yo'q. Mujna ishlar bo'layotgandan keyin biz buning oldini qanday olamiz? Bizden nima uchun biz advokat o'qigan Uyg'urlarimizni bakan advokatlik kasbida qonun sohasida o'qigan. Shulardan bir tashkillanib bir o'tirib, to'xtab qarindishim. Ma ishning amaliy ahvoli menda bo'layotdi. Turkiya qonunining ahvoli nerdan nergacha? Biz bu yerda qonunlik ishda shaklda harakat qilish uchun qanday qilamiz degan nuqtada bir fikr birdeklikni hosil qilib qarindoshlar. Hammamiz pachiyadan $1000, $2000 xajlaverdik. O pulni yig'ib akasak necha 100 ming, hatto mushuning uchun xajlanib ketgan dollar mening bilishimcha 100 mingdan ortiq dollar xajlanib ketdi. Chunki hammamiz pochprat shaklda, hammamiz o'zimizning beshig'i kelgan mezgilda bu ish uchun taraddud qildik, atlandik. Ammo kelishdan burun qolganlarimiz xuddi ashlining beshig'i kelib tugaydigandeklam his qilib qoldik. Lekin bu ish uningga aralashib qolgani bo'lsin, yoki to'kmat qilib qolgani bo'lsin, yo begunosi bo'lsin, hamma Uyg'urning beshig'i keliklik Turkiyada-chu. Şu Türkiye'de qarindoshlarimiz turamay taraf-taraflarga ketdi. Bu Xitoyning o'ynayotgan eng muhim o'yinlardan birisi Turkiyaning qonunidan foydalanib biz Uyg'urlarni ayada ya chiqimda qilish, ya xotirjam yashashdan-chu voz kechtirish. Mandaq shaklda biz xotirjamsiz qilish, maqsadi Xitoyning xotirjamsiz qilish. Unda bo'lgan ekan, Xitoyning bundaq bir cho'ng bir plani bor ekan, bu plani paydin-pay icra qilinayotgan ekan. Buning uchun nima uchun biz tadbir olmaymiz? Nima uchun biz buning oldini olmaymiz qarindoshlarim? Buni cho'qim palani tashkilot buguncha u qilgan ish yo'q qarindoshlarim. Buni ben o'zimizdan qila oladigan hammamiz to'xtatira, biz advokat o'qig'i, biz uni o'qiydigan, biz bu yerga kelib bir kalini birlashtirib, chiroyli o'tirib, buning mundishib, buning oldi keyini taqiq qilib bir guruh qurilib, bu shaklda maslahatni ish ilib berilaversa bo'ladi. Çoxum bir narsa qurilish, bir narsa paydo bo'lish uchun çoxum dernek bo'lish shart emas, tashkilot bo'lish shart emas qarindoshlar. Mushu bizning xalqimizning kallisidagi mushu dernek tashkilotlarga otilib bog'lanib qilishni texchi arif bo'lmadik. Ularning qilayotgan xizmatlari va u xizmatlarning yo'linishida mangdigan bir xizmatlarimiz var. Ammo uningsizmi bir tashkillanib o'zligimizdan shakllanib qila oladigan, har kim o'zining imkoniyatiga qila oladigan bir xizmat ishlarimiz var-ku. Shularni qila oladigan yerda qilalagan ishni harakatlarni qila olamiz, planlaymiz. Shuning uchun yana demoqchi o'g'lim, bu tunjisi emas, oxir qism emas. Onun uchun bu masalalarni bir shaklda mayli cho'nglarimiz olamdi, mayli kichiklarimiz olamdi, mayli qanday shaklda mushuning yo'lini bo'ladigan, qonun shaklda Turkiyaning qonunidan unumli foydalanadigan, buni bir tartib soladigan qarindoshlarimiz kallani bir joyga akilib, buning tartibi qanday oldu? Buni qayoqdan boshlaymiz? Bu yerda Uyg'urlik bo'layotgan bundaq to'kmatlarning oldini qanday olamiz? Qonun shakli orqali buni qanday cheklaymiz? Biz advokatlar bir guruhimiz bilan buncha yilda bizning qaysi bir qarindoshimizga buncha bir to'kmat bilan qilib shapit oldiga chiqilgan. Ani endi buni kilayotgan kim o? Buni azqigan odamni advokat tutgan bo'lsa, advokat tekshirib beradi ekan qarindoshlar. Men bir necha odamning ashta qilgan narsasini ko'rdim, qo'limda bor narsimi? Qaysi guyning qanday shaklda azqigan qo'limda bor mening. Men vaqti kelganda oshkorlayman uni. Ammo bu şekilde hazır Xitayning umumyuzlik şekilde İstanbul'daki qarindoshlarimizni, mayli bizga maqol yozganni qarindoshimiz, Türk qarindoshimiz olsun, mayli Erkin Ekremni olsun, mayli Abduqodir Yapjanni olsun, mayli Abdulkimxon Mahsum olsun ve shuning o'xshagan ba'zi aktiv qarindoshlarimizning ustidan shikoyat qilayotgan bir go'ylamba Uyg'ur tijorat birlashmasi uyushmasi degan shu go'ylarlam qilyotdi. Şu guyla üstüden bizim əzi qilishimiz kerak. To'xtabdir ha? Ma guyla mani qilyotdi, Sabir Bug'da degan eshak mani qilib yutibdi. Buni biz qanday shaklda əzi qilamiz? Buning ustidan qanday qilamiz biz shikoyat qilamiz? Bu bizning ham qilish kerakmi? Bu Turkiya vatandoshi bo'lsa-mu? Turkiya vatandoshi bizning nurg'un insonlarimiz bor. Shularni birlashib nima uchun qilmaymiz uning ustidan əzni? Bu bizga shubihni keltirayotgan, bizga to'kmatni qilayotgan Xitoy bilan birlashib turib, Xitoyning uyatgunish ish qilayotgan shu tursa, uningdan boshqa odam bo'lmasa,
Buning uchun nima uchun biz qilmaymiz qarindoshlar? Bizga zodi shu mushuni keltirayotgan, bizga shu har bir belediyaga, har bir muxtarlikqa, har bir yerga kirib shuni bilan 2018-yili men bir xabarni chiqardim qarindoshlar. 2018-yili 11-oyda Xitoyning elchixonasi tarafidan tashkillangan 80 odam maktab bitadi degan bir xabarni chiqardim. Uningda aloqachi bunda sud bilan, tijoratchilar bilan, anandiki har qaysi sohadagi ommaviy tashkilotlar bilan aloqalashadigan aloqachidan 8 bitadi. Uning ichida 5 mi Uyg'ur bor. Uyg'ur atliq, Uyg'urmi emas? Ma qeni Uyg'ur emas u gulning, ma eti Uyg'ur. Ma Uyg'urcha gap qila oladigan, unda Uyg'ur u. Resmi Uyg'urning pushidan bo'lgan Uyg'ur emas u guylar. Şuradan 5 mi 6 şunun arasında mektep bitadi. Onun qilgan xizmeti nima desanglar shu Bakırköy Adliya ministriga boradi, teptishga boradi, saqchiga boradi. Her yerga berib ashulni aldaydi. Mana qilib keyin Xitoy yo'llab bergan jinoyat va yakimiz buba arxiv va adamni nima qilib berdi. Ukamni bu yaqinda tek chiqdi. 5 adamni talab qildi Xitoy, 5 adamni. Abduqadir Yapchankan başliq 5 adamni, 5 Uyg'urni talab qildi. Ma odamni bizga topshirib ber deganni Xitoy talab qildi. Shuni mi ko'tarib ashaga appag'allar shu abam deganimdek go'ylishi qilyapti shu ishni. Shuning uchun qarindoshlar, u go'yliga kechkish fursat berib, ha ag'uykan deb ochig'imizni qilib mushtimizni tugib o'tmay, shu go'yliga qarta bizmi qonuniy shaklda qandoq zarba beramiz, qandoq qilamiz, qandoq jamoat fikr to'playmiz. Bu to'g'riliq o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Bu to'g'riliq o'ylash, bu to'g'riliqcha u Xitoy Turkiyaning qonunidan foydalanib, ba'zi bir yuchiqildan foydalanib, ba'zi bir advokat sotchini setib olib, bundan foydalanib qilib yetibdi. Biz vijdoni va shu sotchilarga, vijdoni va shu hukumatliga shuni xitob qilib nima uchun to'siy olmaymiz oldini? Nima uchun shuning uchun harakat qilmaymiz? Qarindoshlar, men necha qitim dedim, mushu bizning mushu ijtimoiy taratqular nihoyat bir kuchli narsa. Bundan unumli foydalanaylik. Bunga qilib o'zimizning bilgan naqsh muzikasini, uni buni qilib qo'ydigan vaqt emas. Hozir vatandagi qarindoshlarimiz qirilib, mushu namozini tushirolmay, qanday nikosini bir şekilde o'qitamay, hammadan ayrılib turibdi qarindoshlar. Bugun ma Daeshga tetishlik yoki uning buningga kaptu deb buning sal qargan bo'lsa, Ertuğrul onu yığıştırıp boğandı ki onundan sırt başka çetişlikni qildi. Xuddi Xitoy vatanda qanday qildi? Başta namoz o'qiganini, saqal qo'yganini, hijab atganini joyladi. Vaqti nima dedi? Shu gul asabiy gulda. Nima ish qilsa babda jadisini yeydi. Deganlar oldu. Oxirida kim keldi? Ashta degan gulning o'ziga keldi. Hozir Uyg'ur bo'lganligini aniq oshkor Xitoy hamma Uyg'urni yo'qotmoqchi, ammo Xitoy darajaga nimaga bo'lib yo'qotdi. Tabiiy bo'libchi bizni. Madaniy kesim, ziyoli kesim, tijorat kesimi bu deb bizni paydinpay yo'qotdi. Endi Turkiyada mi Xitoy shu siyosatni apirib ekilib, shu ishni qilyapti. Hozir Daeshga bog'langan deb yo'qtidi, to'kmat qilib. Anandan keyin asabiy dinchi deb o'qitdi, anandan keyin Suriyaga kirib chiqqan deb yo'qtidi, anandan keyin Sharq Turkiston tashkilotlariga yordam berdi deb yo'qtidi, mushtaqib yo'qtidi. Shuning uchun yo'qolmaslikning oldini olish uchun biz uning uchun bir tayyorlik qilishimiz kerak. Biz tayoqni yeyvermay, bunda bir mudofaa haqqi hujum qilamisak, bunda mudofaa tusini ilishimiz kerak qarindoshlar. Bu qandoqdir bir gapni ishga solsam, ukamni bir narsa yasam degan aslida Indoneziyadagi qarindoshlarimizni kun tartib qilib, Indoneziyadagi qarindoshlarimizni qutqildirish uchun qanday shaklda harakat qilamiz degan narsani qilgandik. Mana degan narsada bir yangi masalani chiqarib berdi. Bu ish qarindoshlarimiz g'amini yadi, Alloh razı olsun. İnşallah bu qarindoshlarimiz chiqib turdi, ammo bu narsa ash qarindoshlarımızın ailesiga, bütün dünyadagi bu xabarni olgan qarindoshlarimizning qanday ta'sir ko'rsatdi? Qanday dilg'illik qildi? Qanday bir shaklda fikr o'tirg'i chiqdi, qanday qalaymi qaldishdi? Xitoy maqsadi bu. Ya bizning kallamizni chechish, yoki bizni paraganda qilish, yoki iqtisodimizga ziyon berish. Qanday olmasa 5-6 ziyanni qo'yib bundan qaysi to'g'ri kelsin, mujgul kelsin, bo'lsa hammasiga kelsin degan shaklda o'ynayotdi, yilimikr qilyotdi. Bunga nisbatan sizlar biz da qilayotgan ishlarimizni tekshirib, qaysini to'g'ri qilyapmiz, qaysini xato qilyapmiz, to'xtab tura. Biz qaysini qanday qilsak bo'ladi? Biz avval o'zimizdan boshqalarning og'rinishdan burun o'zimizdan bir nima qilib qo'yib, to'xtab tur. Men qaysini to'g'ri qilyapman? Men vatandagi zulm uchun qanchalik bir
uni pash qilish bo'lsin, uningga qarshi bir harakat qilsin, qanday qilyapman? Men nima ish qilishim kerakdi degan nuqtada o'ylashib, aniket oldimizga kun tartibga masalaga uningga men qanchalik mayli ijtimoiy taratqularda bo'lsin, mayli o'zimizning qilayotgan, ishlayotgan xizmatida bo'lsin, yoki bo'lmasa yerda bo'lsin, yoki bo'lmasa haftada bir bo'lsin, yo oyda bir bo'lsin, buningga nisbatan bir shaklda harakat qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman qarindoshlarim. Qarindoshlarim, men o'zimning tushanchisini, o'zimning bilgunini, o'zimning his qilganlarini, o'zimning ko'rgan bilganlarini har birlari bilan o'rtoqlashib tirishdim. Uning uchun gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar. Xatolar qilib qolsin. Nurg'un gapimiz bor, ammo buni hammada vaqt munosabati bilan hammani har yerda hammani deb bo'lmaydigimiz bir vaqtda. Uning uchun qarindoshlarim, oldimizdagi qilayotgan bu ish qarindishimizning davosini ijtimoiy taratqularda kun tartibli qilib turib, bir şekilde bunu davamlaştıraylı, bunu hembekirlaylı, bunu taqtaylı qarindoshlarim. Anandan keyin ma Indoneziyadagi ish qarindishimiz to'g'riliq bir programmalarni, bir narsalarni qilyapmiz. İnşallah uni taqtishib berishinglarni so'rayman. Har kim o'zimizning qo'limizdan kelgan ishlarni qilishga tirishsak, biz Allohning oldida bugungi programmamni shuni deb qo'ydim. Allohning oldida qarindoshlar, biz Sharq Turkistonni nima uchun sen mustaqil qilmading Nabijon demaydi. Ey Nebican, men sana muşundak bir fırsatını berip, sen digen duarın boyunca şunda hatırcam yerge, şunda neçe bir devletke baralaydigan pasportunu qilib bergandim. Sen vatanning mustaqillik uchun, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun nima ish qilding? Qanday fidokorlik ko'rsatding deganni mendan birinchi so'raydi. Allah mendan birinchi so'raydi. Men gerçi vatanimni bevosita mustaqil qilolmasammi Allah, men vatanimni mustaqil qilish uchun bütün qo'limdan kelishicha vaqtimni, zehnimni, iqtisodimni, aqlimni shuning uchun fidokor qildim ya Allah deb javob bera olsak, u vaqtda biz Allohning oldida xijolat bo'lmaymiz. Agar unday qilmay, ititi qo'lim ximiti desak-chi, yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun biz qilgan vaqtimizda ishni faqat Allah rizoligi uchun bütün vaqtimni, zehnimni, vujudimni, imkoniyatimni Allah rizoligi uchun berdim, berma degan nuqtada qila olsak, biz natija qozona olamiz. Unda bo'lmay, palani manfaatga, pukunchiga, obro'yga, uningga, buningga, mansabga bog'lanib qolsak, vaqtida vayron bo'lib ketamiz qarindoshlar. Qarindoshlar, gapimning yana takror to'g'rini qabul qilinglar. Xatolar qilib qolsin. Hamma Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.